Xitoy yana bir fitnani o'tirg'a chiqardi. Zimiston qish to'rining xabar qilishicha, Sharqiy Turkistonning Savan noyasi, Jingoxi yezi, Liushugu kentidagi 4 chong masjidning 2018-yili 10-aprelda terrorlikqa qarshi turish nomida doiralar tarafidan chiqilganligi, xarobistonmi cho'nqur o'raklarni qo'llab ko'mitilganligi o'tirg'a chiqdi. Taxminan 210 ming nufusi bo'lgan bu noyada Uyg'ur va qozoqlar bilan birga tunga musulmonlarmi yashaydi. Türk ocaqlarida o'tkazilgan Sharqiy Turkiston temisidagi yig'inda Sharqiy Turkiston masalasi anlatıldı. Türk ocaqlari Qaysari sho'basida o'tkazilgan Sharqiy Turkiston temisidagi yig'inda so'z qilgan Sharqiy Turkiston majlisi raisi Sitim Turk Sharqiy Turkiston masalasini tonishtirdi. Yana bir tarafdan Sharqiy Turkiston yangi nesil harakati raisi Abdusalom Taklimaka Indoneziya yoshlar tashkilotining taklifiga binoan ilib berayotgan ziyoratida Bandung shahrining muavin boshlig'i Advin Sanjay bilan ko'rishdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Eronning rayon masalalarida qurilish xarakterlik rol o'ynashini kutayotganligini va buningga ahamiyat berganligini aytdi. Eron Xitoy bilan strategik hamkorlikka ahamiyat berganligini ta'kidladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining yiziqcha bayonotiga asoslanganda Wang bilan Eron Tashqi ishlar ministri Zarif Beijingda uchrashgan. Venezuela Mudofaa ministri Vladimir Lopez tehditlarga qarshi prezident Nicolas Maduroga shartsiz sodiq bo'lishini davomlashtirganligini bildirdi va Amerikaning qo'rchoq hokimiyat qurish uchun jasadlarni dastlab o'tish kerakligini aytdi. Lopez boshdan oxir imperializmga qarshi bo'lgan Venezuelaning bulvarchi davlat armiyasining tahdidlardan qo'rqib qolmaydiganligini aytdi. Eron İnqilab Muhofizlari armiyasining muavin bosh qo'mondoni Salami Washington, Tel Aviv va Riyod doiralarini tanqid qilib, dunyo darajadan tashqari kuchlarning yangidek planlari borligini bildirdi. Hüseyin Salami Amerika, İsrail va Saudiya Arabistoni Eronning sharqiy janubida 27 askarning o'limiga sabab bo'lgan terrorlik hujumiga mas'ul ekanligini ta'kidlab, ularni mag'lub qilgan planlari borligini aytdi.